Ayollar, eringiz bilan yotadigan to'shagingizni asrang. Ayol kishining eri oldidagi vazifalarini ichida eng mas'uliyatlisi shubhasiz bu eri bilan birga yotadigan to'shagini asrashdir. Bu sizning vazifangiz hisoblanadi ayollar. Zinhor eringiz bilan birga yotadigan to'shakka, yotoqxonaga, yotog'ingiz, ya'ni spalniga qaynona, qaynota, qaynopa, qaynsingil, qaynoqa, qaynukalarning kirishiga ruxsat bermang. Tunda umuman yaqinlashtirmang. Ruxsat bersangiz ham faqatgina xonangizga kirsin, yotog'ingizni ustiga o'tirishga ham, yotishga ham hech kimga ruxsat bermang. Hatto o'zingizni ota-ona, opa-singil, aka-ukalaringizga ham, voyaga yetgan farzandlaringizga ham yotog'ingizga, eringiz bilan birga yotadigan to'shagingizga yotishiga, o'tirishiga ruxsat bermang. Yo'qsa, agar bunga beparvolik qilsangiz, eringiz bilan orangizga sovuq